Sınaqları tola hayatının Abduri Uyghur. Söйgi bilen qadrlik hayat, mehir bilen çıraylık hemme, bugün barlar, äti barmı yok, tebessüm kıl, qapak türgenge. Alığı yetmiskin aciznin, vapa başlap gülzarlarıga, bulbulların sayrar çыңıldap, hoşallıqның gül bağlarıda. Äti jığlar bugün külgeller, belkim dertip mağrur yürgeller, sınaqları tola hayatның jıqılmaydı el yölegeller. Körenleme amet gelgende, ah urmığın gamlar yetkende, şükri degin qanaat qılığın, nime küller körmeydi bende. Şundaq dostlarım var idi. Daim əsleymen, seyğanımın. Neccara dil sunğan, amma sunuqlarını azaldan haqqı sancımaydıgan. Men jığlasam, hiç qaçan külüp baxmağan. Menin gaybetim qılnavatqan sorunda turalmaydıgan. Ular bilen bir yerge kelgenimde vaqtning qandaq ötüp ketkenini bilinmeydigan, sezilmeydigan. Tillerden güzel sözle Allah'ın zikri düşmeydigan. Esil nasihatlerini her kimden aymaydigan. Mert, merdana, cesaretlik, hoşkoy, mulayim, meherlik, salih dostlarım var idi. Ularni to'lim sığındım. Ularni to'lim körgüm keldi. Allah ularni dünya ve ahiretde selamet qılgay, aziz qılgay, her daim aman qılgay, to'g'ri yo'l ustida qılgay, oyoqlarini güzel yollarda sabit qılgay. Ular her joyda aman bo'lgay. Nima qilish kerak? Manba erkinlik munbiri. Hazırkı vaziyetning jiddiligi her qaysi saha ve tabiqlardagi barliq Uyg'urlarni cho'chitib, behudlarni uyg'otib, hammaning holini bir g'amga tushirib qo'ydi. Natijada Uyg'urlar mislsiz ittifoqlashib bir niyat, bir qadamda harakatlanishga oshkora yoki yoshirin bo'lsin, hammasi qo'lidan kelgan usulda Xitoyga qarshi turishga birlikda atlandi. Albatta, namoyishga chiqish muhim usul bo'lib, tinch holda erkin davlatlardagi Uyg'urlarning zo'r tirishchiligida dunyoga Xitoyning abdi bashirisini ichib tashlashda zo'r rol o'ynayotdi. Bularning hammasi garchi Xitoyga darhol ta'sir ko'rsatib, uni odamiylikdan chiqqan vahshiyliklardan darhol to'xtamasimi, har holda nadomatlik yurak og'riqlarimizga damali malham bo'lib, Uyg'urlarning qaytadan uyushib, uyg'onib, birlik va o'zlik engini o'stirishidagi zarur ozuqlik bo'lmoqda. Ammo namoyishning vaqt va ro'yin cheklanmaligi bo'ladi. Ba'zilar ma'lum sabablar tufayli namoyishga qatnashishga amalsiz qoladi. Kunda namoyish qilaman deb ko'chaga chiqib yashashmi aqlga ancha uyg'un emas. Undaqda namoyishga vaqt soatida chiqib, g'azablik sadolarimizni yangritib kirib, Xitoyni tillab qilgan vahshiyliklarni qayta zikr qilib, duolarimizni qag'ab bo'lgandan keyinchi ajaba Xitoyga yo'q deydigan boshqa usul yo'qmi? Qandaq yo'llar bilan tinch usulda davomli qoldi. Har kunida hamma odam birlikda kurashni davomlashtira olamiz. Mushu savollar meni kecha kunduz aramsizlantirib, o'ylantirg'ili xeli bo'ldi. Bugun bu savollarimga 3 nuqtaga yig'inchiqilgan asosda javob topdim va buni qarindoshlarim bilan tang bahralanish niyatiga keldim. Men siyosatchi yoki yozuvchi emasman. Dabdabilik iboralarni yozolmayman, bilmayman. Ammo oddiy va chin fikrlarimni o't yurak Uyg'urligim tufayli sizlarga sundim. Xitoyning manfaatiga bevosita daxldoriz qila oladigan, shundaqla hammamizning qo'lidan keladigan, Xitoy bilib qolsa yurtimdagi urug' tuqqanlarimdan o'ch adovat ilomikin deb ansirmisim bo'ladigan bexatar usullar bo'lib, bu 3 usulning birinchisi
Xitoy tovarlarini mutlaq cheklash, qat'iy setib olmaslik. Xitoy iqtisodiy davolg'ish holatida turmoqda. Ciddi iqtisodiy savdo nuqtasini sirtqi itish orqali eksportni tezlatib, dunyo bozoriga yurish qilish orqali davlat ichidagi eshinchi va besinda mollarni yangi ipak yo'li strategiyasi orqali qo'g'dash va mustahkamlash maqsadida Uyg'ur diyorini qurbon qilish badaliga razil maqsadiga yetmoqchi bo'lyotdi. Mushu paytda Xitoyning mollarini mutlaq cheklash, qat'iy setib olmaslik chet eldagi Uyg'urlarning qo'lidan keladi. Albatta shuni bilish kerakki, Xitoy mollariga sarflangan har bir tangimiz bizning Xitoyga, Xitoy hukumatiga vositlik yoki bevositlik qilgan yordamimiz bo'lib qoladi. Acaba biz yomonga yantiyoq bo'lamizmi? Acaba boshqa davlatlarda ishlaganlarni tepish mumkin emasmi? Balkim qimmatrakdir, ammo cho'qim made in China dan boshqasi tepiladi. Zada arzani lazım desangiz, ba'zi to'r bekatlardan nimkashlarni tepishingizda gap yo'q. Albatta sal vaqt va zehn ketadi. Har kuni har bir Uyg'ur oilasi bir taldan Xitoy mollariga yo'q deyalsa, butun dunyodagi Uyg'urlar millionlagan Xitoy mollariga yo'q deganlik bo'ladi. Tama köl bula demek, her günü Xitayga milyonlagan xalq yo'q deganlik, milyonlagan sommalarni Xitoyning yanchuqdan quruq qo'ydi deganlikdir. Bir kunda milyonlab puldan quruq qalsa, bir oyda, bir yilda qanchalik ziyon bo'lar Xitoyga? Demek, biz Xitoyga oz bo'lsa-mu zarar solaladik degan gap. Zarba bera oladik degan gap. Taqobil tura oladik degan gap. Candan keçmegice canınğı yetmez degan gap bor xalqimizda. Kichkina bir qitimliq ozg'ina foyda va ko'ngil xohishimizni deb qarindoshlarımning qinidan eqitib, jindan joq to'ydirayotgan Xitoyning yanchuqini pompaytishiga yordam berish albatta xoinlikning Uyg'urcha nusxasi. Her qitim Xitoy mollariga xajlagan pulingiz xoinlik uchun to'lagan badal pulingiz. Urug' tuqqanlaringizning texmi ko'p azob tortish uchun sog'an dasmoyingiz. Namoyishlarimizning shuarlarga Xitoy mollariga qarshi turayli degan mazmunni qo'shib, lozungalarni ko'tarib, yerlik hukumatning tasdiqini ola olsa, hatto Xitoy mollariga o't qo'yib, ularning mollarining sifatsizligini, muhit va salomatlikka ziyonligini atrofimizdagilarga bildirishga tirishaylik. Ikkinchi, obrazimizni yaxshilashda qat'iy turishimiz, men bütün Uyg'urning vakili, men demak Uyg'ur demak degan mavqada ching turib, qo'shni qo'lim, chet ellik tonish bilishlar orasidagi Uyg'ur obrazimizni jon tikib qo'g'dishimiz lozim. Xitoylar yaqin zamonlarda bizga radikal musulmonlar, terroristlar degandek badnomlarni, qalpoqlarni kaydirib choplashga oldirmoqda. Qiziqqanligimiz va sodligimizdan tarixdan buyon foydalanib, o'z depiga usul o'ynatib kelgan Xitoy har xil yo'l va usullar orqali asabimizga tegib, bizni qo'zg'atib, butun dunyoga ko'rimsiz bir holda tanishtirishga kuch kiritayotdi. Shuni esimizda tutaylikki, har bir ig'iz gap va har bir kichkina harakatlarimiz dunyoning ko'zida turmoqda. Eng muhim va oldingi nuqta o'zimizning tinchlik suyar, ilm xumar, sabdil va emgakchan, pokiza, madaniyatlik, go'zal xalq ekanligimizni namoyon qilish. Bu dal Xitoyning bizdan kutmaydigan, ularning ko'ziga mix bo'ladigan tarafi. Uyg'ur uchun ish qilishga, Xitoyga qarshi turishga qat'iy niyat bog'lashning o'zi yosh avlodlarimizga Uyg'ur o'zligini singdirish va so'ydirish. Tarixini aslitishdagi yaxshi usulning biri. Qat'iy va murassasiz holda Xitoyga va Xitoy mollariga xuddi cho'shqi go'shi harom degandek holda muomala qilish kerak. 3. Bilim kuchdir.
chet ellardagi erkin davlatlarda yashayotganlarning o'qish va o'rganish fursati mayli biz qancha yosh bo'layli, mayli aslidagi bilim saviyamiz qanchalik darajada bo'lsin, shuningga mos holdagi o'qish fursatlari tepiladi. Bilimi kuchlik mingni yengar, biligi kuchlik birni degandek, faqat bilim saviyamizni yangilash orqali yangi davrdagi bu dushmanga kuchliroq va qobilroq qarshi turish mumkin. O'rganish qandaqdir vaqt yoki fursat masalasi emas, u odat masalasi. O'rganishni qayta boshlash, kitobga cho'kish albatta uzun yillik kitobsiz hayotdan keyingi eng qiyin va tas yuzlanishdir. Uning ko'nikish, sabr va jasorat talab qiladi. Ammo bizga kitob va o'qish hozir birdan-bir qurolinish hisoblanadi. Bizning qo'limizga palto pichoq elib urushga otlanish fursatimiz va sharoitimiz bormi yo'q, bu to'g'rida so'zlamayman. Ammo shuningga ishonamanki, har qanday Uyg'ur ota-onaning o'z bolalari bilan teng kitob va bilim bilan qurolinish huquqi va sharoiti albatta bor. Bir basqıç yuqori bilim alsangizmi, mas holda jamiyatdagi bir basqıç yuqori qatlamdagi kishilarning orasiga sig'disha olasiz. Yana bir basqıç o'rlasangiz, siz texmi yuqori o'rlay olasizda, Uyg'ur ovozingizni muhimroq kishilarga anglatish fursatiga noil bo'lasiz. Demakchimanki, to'xtamay o'rganish sizning hayotingizni o'zgartish bilan tang yana balangizning dunyosini kengaytiradi, Uyg'urning dunyosini keng qiladi, Xitoy bilan raqobatda o'tish umidini oshiradi. Yuqorqi 3 nuqta hozir biz yuzlanib turgan jiddiy sharoitda qilishga qurbimiz yetadigan amaliy va ta'xirsiz bir zaruriyatdir. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.